Qaddeshga qilgan hammaga katta rahmat. Sog' bo'linglar. Hali bitta gol urarmidik. Mullalar sal o'tirib olibdi, mullachilikni yoqib olib, xudoni yoqib olib. Ana xudovachchang bor, nima yordam bermadi? Hech bo'lmasa bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Xudovachchang. Ha? Ana Alloh qilib yuradi. Oxirgi payt shunaqa isqirtlar ko'payib ketdi. Bularni tutib shunaqa jazo berish kerakki, har bitta gapini o'ylab gapiradigan bo'lish kerak. Bularga juda ham qattiq chora, jazolar ko'rish kerak. Biroq boshqa insonlarning diniga, or-nomusiga, sha'niga, millatiga, vataniga tajovuz qiladigan bunaqa isqirtlarni tutib yaxshiyla jazo berish kerak. O'zbek millati bu odam bo'lmaydi. Bularda adolat yo'q, bular g'irt pastkash, iflos, nomard, zulm qiladi bular. Bularni kitobini yoqib to'g'ri qilgan ekanman. Harromi DXX aloqaga chiqsin menga, prokuratura, ichki ishlar departamenti aloqaga chiqsin, Otabek Umarov aloqaga chiqsin. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, qorong'udan tarqagan salom bermagin menga. Sen salom bermagin. Menga adolat kerak. Adolat. Qanaqa adolat kerak? Qur'on kitobni yoqib adolat so'rayapsanmi hozir? Ha. Uni emasmi senga? Yo'q, menga adolat kerak. Qur'onni o'zimga o'zim yoqdimmi? Nimaga hech qaysi odam nimaga Qur'onni yoqding deb so'ramaydi? Nimaga ichki ishlarda bitta odamni bironta jinoyatchi O'zbekistondan любой davlatda bitta odamni o'ldirib qo'ysa, yo iznasiz qilsa, bir narsa qilsa, ichki ishlar nima qiladi? Operlar olib ketib nimaga deb savol javob qiladimi? 48 soat qiladi-ku. Keyin o'sha narsalarni yig'ib prokuraturaga beradimi? Keyin sudga beradimi? Nega qara, Bu standart. u Qur'on kitobni yoqqandan keyin nimaga yoqding so'ralmaydi. So'ralmaydi. Ichki ishlar zo'r qilgan ekan, zo'r ish olib boribdi, seni reski qidiruvga berib yuborgan. Qamalasan, keyin qamalasan. Sen yashab yurgan davlatda o'zbeklar yo'q deb o'ylayapsanmi? Birontasi borku, bitta barmoqchasi bilan tega olmaydi. Bu yer Amerika. Amerikada O'zbekistonning bayrog'ini yoqamanmi? O'zbekistonning pasportini yoqamanmi? Qur'onni yoqaman. Bu yerda svoboda slova bor. Bu yerlarda O'zbekistondagi diktatura, demokrat, chala demokratiya emas, bu nazoratchi demokratiya. Sen hech narsa qila olmaydi deb o'ylayapsanmi hozir yashayotgan joyingda? Yo'q, hech kim hech narsa qila olmaydi emas. Jazoli olmaysizlar, конечно. Sandaqa qoromlarni yo'qotish kerak. Sandaqa isqirt qoromlarni yo'qotish kerak. Mayli. Ko'pchilik aytayaptiki, bu Qur'onni Amerikani pasportini olish uchun, fuqaroligini, green cardni olish uchun ataylab qilgan deyapti-da. Siz bu fikrga qanday o'ylaysiz? Hamma shunaqa deyapti. Sanga hech qanaqa fikrim yo'q. Sen xoromsan sen bo'ldi. Boshqa narsa emassan, xoromsan bo'ldi. Xoromsan sen. Boshqa narsa emassan sen. Qur'onni yo'qdan xoromsan sen. O'lguningcha urgan odam savobga qoladi. Sen o'lguningcha urgan odam savobga qoladi. Bu islomda Sen Qur'onni yoqqanini hozir afslandim deb o'ylayapsanmi sen? Afslandim deb o'ylayapsanmi sen? Bir sabab bo'ldi, o'shanga yoqdim, men to'g'ri tushuntirib bermoqchiman deb o'ylayapsanmi sen? Menga qanaqa video tashlading? Yoqim noto'g'ri chiqmagan ekanman dedingmi? Itdan tarqagan? Ha, chunki menga e'tibor berishlaringiz kerak-da. Kimsan sen? Siqirt, harom, kimsan senga e'tibor beramiz? Kofir haqida gap ketayotgani yo'q. Qur'onimizni yoqqan odam haqida ketyapti. Sen odam emassan sen. Ko'tsan sen, hayvonsan sen. Lattasan sen. Basharingga qo'tang, dinnak qo'yib o'tdan jalla. Ha? O'zbek so'taylar, zaps qilib o'tiribsanlarmi? Zapschilar. Ertaga ko'tingiz bitirguncha. Jinni turug'lar, o'zbek so'taylar. Onagina namigasiga o'zbek sut. Mana bu haromi nima deyapti? O'zbek spermasidan bo'lgansanmi sen nima? O'zbeklar palon, o'zbeklar piston. Buni butun O'zbekiston uchun ko'rib bo'ldi. O'zicha men uzoqdaman, Koreyadaman, meni endi o'zbeklar tutolmaydi, qo'ldan kelmaydi deb karkarga o'zi bir qarich, tili o'ng qarich. O'zbekni nimasidan bo'lgansa, oting ham o'zbek-ku, yo karas spermasidan bo'lganmisan borku. O'zbekiston, o'zbeklar palon, O'zbekiston sport paloni, futbolda ana yutkisi sen nima butun O'zbekistonni yomonlab chiqishing kerakmi? Dalbayob, o'rni yo'q. Hozir bitta Xudoyim shu gaping uchun O'zbekistonga muhtoj qilib qo'ymasin, ha? Shu ishonib yurgan Koreyang bir portlab yer bilan yakson bo'lsa nima qaytga qochasan? O'zbekistonga qochasan. Sen O'zbekistonda yashab O'zbekistonda tug'ilib O'zbekiston nonini yeganmisan? O'zbekistonda kindik qoning to'kilgan uyalmaysanmi? Sal bo'lsa ham mana shuncha bo'lsa ham aqling yo'qmi? O'zbeklar yomonlaysan. Pizdes qilasizlar. Vataningni kutiga skejalar. Dalboyoqlar.
Senlarni O'zbekiston nima edi? Kutiga ilmaydi. Ha? Ronaldo kutinga sikib yordi-yu, anaskaylar. Yana bor u. Yuta olmasang jahl qo'yishingga o'ylayman. Voy, qotib qolsa yutaman deb o'ylayaptilar. Jinni turibdi. Ha? Nimaga borasanlar? Assalomu alaykum akalar ukalar, mana videoda ko'rdinglar ham, videoda gapirayotgan qizni qara. Seni turmushingga qo'tag'im. Birinchidan, ikkinchidan zotingdagi bari erkaklarning og'ziga qo'tag'im, uchinchidan aloqaga chiqish. Sen nima bu O'zbekistondan jahon chempionatiga futbolga chiqqan odamga butun 40 million aholi qo'shni davlat Qirg'iziston, Qozog'iston xursand bo'lib turibdi. Sen O'zbekistonning ustidan kulyapsan, haromi, kalamush. O'zbekistondan eplab non topolmagandan Koreyada yuribsan. Shibalsan axxonangizga. Apata megom deguza kallanga kiram bilat sosga. Ama akalar Koreyaga kim menga biletga pul beradi? Mashina borib umrimni bag'ishlab berardim haromiga. Yo'l kiraga shuni turar joy lokatsiyasini topinglar, bilganlar aloqaga chiqinglar. Let's go. Mana bu isqirtni gapirgan gapini bitta ko'ringlar-da. Nayinizga vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan vataningni kutigasiga. Sandagi amladan chiqadi. Vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarining kutigasiga. Mana shu isqirt butun O'zbekiston ustidan so'kayapti. Siz bilan men ustimizdan so'kayapti. Futbolchilarni ustidan so'kayapti. Futbolchilarimiz butun jahonga chiqib, butun dunyoga o'zini tanitib keldi muhimi. Muhimi ishtirok bo'ldi. Men xohlardim mana shu qizni topib, qonuniy chora ko'rilishini. Men nima deyishga hayron qoldim, hozir o'zingizlar fikrlarni izohlab qoldirdilar. Nima qilsa bo'ladi bu qizni? Nima qilsak yo'q ketadi bu? Birdaniga o'lim jazosiga olish kerak bilmayman, o'zingizlar bir bozoringlar. Akalar ukalar, bu videoni bir ko'ringlar. O'shanga endi bor o'zicha karlaydi. Onangizga vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan vataningni kutigasiga. Sandagi amladan chiqadi. Vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarining kutigasiga. Vataningni kutigasiga ejalat. O dalboyoqlar. Senlarni O'zbekiston nima edi? Kutiga ilmaydi. Ha? Ronaldo kutinga sikib yordi-yu, anaskaylar. Yana bor u. Yuta olmasang jahl qo'yishingga o'ylayman. Voy, qotib qolsa yutaman deb o'ylayaptilar. Jinni turibdi. Ha? Nimaga borasanlar? Bu iflos xotinning 3-kun videosini ko'ryapman. Hech gapirmoqchi emas edim. To'g'ri, hozir so'kingan joyi bor. Oldindan uzr so'rayman. Gapirayotgan zaboning o'zbek tili. Yana o'zingcha o'zbeklarni yomonlayapsan. Sen kimsan o'zi? Sen ham o'zbeksan. Chet elga tegib olib shunaqa gapiryapsanki, xuddiki O'zbekistonga umuman kelmaysan. Yo'q, kelasan. Ishon kelganingda qonun oldida tik turib javob berasan. Qonun bor hamma narsaga. Demoqchimanki, o'ylamasdan gapirib tashlading. Ha bu tillaringni boru gapirganiga o'zing pushaymon yeb tishlaysan hali. Biz o'zbek xalqqa tosh otma. Tosh otma. Mingdan ming afsus qilasan, lekin o'rniga kelmaydi. Sanaqa ifloslar har doim tosh otib qo'yaverasan xolos. Ishon, bir kun emas o'sha toshlar sanga otiladi. Akalar ukalar, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, kommentariyada fikringizni qoldirasiz. Ogohlantiraman, juda ko'p so'kinilgan va tabdixira qiladigan gaplar bor. Vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarining kutigasiga. Vataningni kutigasiga ejalat. O dalboyoqlar. Senlarni O'zbekiston nima edi? Kutiga ilmaydi. Ha? Ronaldo kutinga sikib yordi-yu, anaskaylar. Yana bor u. Yuta olmasang jahl qo'yishingga o'ylayman. Voy, qotib qolsa yutaman deb o'ylayaptilar. Ani xudovachchang bor, nima yordam bermadi? Hech bo'lmasa bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Xudovachchang. Ha? Ana Alloh qilib yurasanlar, ana Allohvachchang. Bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Kutiga ilmaydi tarzda. Ha, nimaga borasanlar? Sen o'zbeklar bor-ku. Mana shundan boshqa narsa bilmaysanlar. Sanlar mana shu nima edi? Karisi quli bo'lib, mana bunaqa profilni qo'yib olib, angilab yurishdan boshqa narsani bilmaysanlar. Sanlar bitta joyga boribda bir gol urib, bir anaqa bo'lib ketadigan davlat masala sal buqsanlar. Do'stlar, avvalo ming bor uzr so'rayman. Bu narsani ko'rsatganim uchun sizlarga juda ham og'ir gaplar gapirilgan. Mana shu befayz, mana shu kofir bashara, bir xudo urgan bir isqirt basharani eslab qolinglar. Qaysi davlatda bo'lishidan, O'zbekistonda bo'lganda bunaqa gapira olmasdi. Qaysi chet davlatda o'tirganidan qat'iy nazar, Jinoyat kodeksi 156-moddasiga asosan milliy, diniy, irqiy adovat keltirib chiqarayotgani uchun, massiviy hammani haqorat qilayotgani uchun kamida
5 yilgacha ozodlikdan mahrum bo'lish, qamoq jazosi kutyapti. Bu amida jigarlar. O'zi ijtimoiy tarmoqlarda hech kimni haqorat qilib murojaat qilmaganman, lekin bu safar arziydi. Mana shunga o'xshagan isqirtlar, itdan tarqaganlar, befayzlar 15 yillab, 20 yillab mana shu vatanni nonini yeb, tuzini yeb, kindik qoni mana shu yerda to'kilib, qaysidir bir chet davlatga, balki Yevropaga, balki Sharq davlatlariga birortasiga borib oladi tagin, bir qo'liga 2000 dollar, 3000 dollar oyiga pul tushib boshlagandan keyin bo'ldi. Mana shunga o'xshab haromlashib, mana shunga o'xshab isqirtlashib, bilmadim do'stlar, meni hozir bisotimda shunaqangi gaplar bor, shunaqangi gaplar, bu qizdan ham battar gaplar bor, lekin tinchlanishga harakat qilamiz. Ichki ishlar vazirligidan mas'ul insonlardan so'rab qolardikki, mana shu iflosni tezroq toptirib, vatanga olib keltirib, o'sha maksimal tarzdagi jazo choralarini qo'llashligini. Mana shu videoni maksimal tarqatishga, ko'proq insonlarga yetib borishiga xizmat qiling. Bu ishlar xudo xohlasa yana ham tezlashadi. Bo'ldi. Bu gaplar uchun bunaqa insonlar prosta tak qolib ketish kerak emas. Nima qilasan? Bunga o'xshagan tentaklar qancha? Yo'q, bunaqa narsa deb bo'lmaydi. Juda ham og'ir, juda ham vahshiy, miyaga sig'maydigan holat. Ham vatanimizga, millatimizga va undan ham og'iri e'tiqodimizga, dinimizga, musulmonchiligimizga. Bu bunaqa qolish men vijdonim ko'tarmaydi. Mana bu itemga itvachchani gapini eshitdinglar-a? Nima bu? Chetga borib oldim, xohlagan gapimni gapiraveraman deyishmi? O'zbekistondan iltimos qilib qolaman. Shuni O'zbekistonga olib kelib, chora ko'rishlarini so'rab qolaman. O'zicha karlaydi, onangizga, vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan vataningni kutigasiga. Sandagi amladan chiqadi. Vataningni kutigasiga. Bitta gol ham ura olmaydigan o'zbek erkaklarining kutigasiga. Vataningni kutigasiga ejalar. Dalboyoqlar. Senlarni O'zbekiston nima edi? Kutiga nima edi? Ha? Ronaldo kutinga sikib yordi-yu, onangizga. Yana bor yutolmasang jahl qo'yishingga o'ylayman. Voy, qotib qolsa yutaman deb o'ylaymidilar. Jinni turibdi. Ha? Nimaga borasanlar? Ha? Nimaga borasanlar? Sen o'zbeklar borib, mana shundan boshqa narsa bilmaysanlar. Sanlar mana shu nima edi? Qarisi quli bo'lib, mana bunaqa profilni qo'yib olib, angilab yurishdan boshqa narsani bilmaysanlar. Sanlar bitta joyga boribda bir gol urib, bir anaqa bo'lib kelgan davlat masala sal buqsanlar. Buqsanlar, onangizga. Buqsan, qo'toqlar. O'ynashmayman, jalablar, men sanlar bo'lganing shu. Kirib olib borib TikTokda, kopra TikTokida vala qilishdan boshqa narsani bilmaydigan o'zbek sassiq millatlar. Onangizga yana borib yutolmaganiga jahl qo'yishga o'ylagan bu chiqolam. Kutinga sikib yordi Ronaldo. Kutinga borib, ya qarib borib yoshi bir joyga borib qo'ygan Ronaldoni ham borib yutolmasdan kutinga sikib jo'rab qoldi. Voy, mazza qildi. Olamda o'zi sallarni olmasdi. Ana sallarni olmasdi. 20 tachani davlatda anaqa qilib qo'shib olibdi bu safar. O'zi 32 tani 3-mi 4-chi o'rinni olmasa, sal haromda borib anaqa bo'lardilar. Qo'yib ketadilar. Sallar kim sallar? O'zbek sallar. O'zbek sutay sallar. Sallar bitta gol urarmidi? Mullalar sallar o'tirib olibdi, mullachilikni yoqib olib, xudoni yoqib olib. Ana xudovachchang bor, nima yordam bermadi? Hech bo'lmasa bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Xudovachchang. Ha? Ana Alloh qilib yurasanlar, ana Allohvachchang. Bitta gol urishga yordam bersa bo'lardi. Kutiga minimita sallar. Ha? Kutiga minimita. Ronaldo kutiga 5 marta qildi. Va nihoyat mana bu iflos isqirt menga aloqaga chiqdi. Shaxsan o'zi yozib menga pul taklif qildi. Nima emish? Men haqimda ma'lumot bergan insonni menga aytsang, men senga pul beramanmish. U sen u yoqda pulga hamma narsani sotib olgandirsan. Biz o'zbeklar pulga sotolmaymiz. Sandaqa isqirtlar pulga sotiladiganlar. Tushundingmi? Bu iflos kim bilandir yoqda sudlashib yurganmish. O'sha bilan o'chakishib, u ham o'zimizni o'zbek ekanmish. Buni aytishi bo'yicha shu bilan sudlashib yurganmish. Shuni qaqshatmoqchi bu iflos. Yana menga yozgan SMS-larni birma-bir qo'yaman, hozir birma-bir o'qib chiqinglar. Bu tahdid qilyapti menga. Men seni ushlab olsam, sen meni qo'limga tushsang, men seni u qilaman, bu qilaman. Menga har xil bo'lar bo'lmas shaxsiyatga tegadigan gaplarni gapirib, so'kib, yana men bilan gaplashib bo'lib, akkauntini bloklab, men cho'rniga tiqib chiqib ketyapti akkauntdan. Mana ko'ringlar o'zinglar.
Bu o'zbek ayoli Koreyaga borgan va Koreyada ishlaydi va bunga ham bu holat yuzasidan rasmiy huquqiy murojaat yo'llangan. Xalqaro huquqiy munosabatlar advokatlik byurosi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Koreya Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga nisbatan tarqalgan huquqiy tekshiruv o'tkazish hamda jinoyat alomatlari mavjud yoki mavjud emasligini huquqiy baho berish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlanmoqda. Murojaatda quyidagilar so'raldi. Holat yuzasidan qonunchilik talablariga muvofiq xizmat tekshiruv va huquqiy tekshiruv o'tkazish. Holatda jinoyat tarkibi, jinoyat alomati mavjud yoki mavjud emasligini huquqiy baho berish, zaruriyat tug'ilganda Koreya Respublikasining vakolati organlari bilan hamkorlik qilish, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining mamlakatga qaytarish masalasini qonunchilik va xalqaro shartnomalar doirasida ko'rib chiqish qonun ustuvor adolat asosidir. Advokat Farruh Usmonov ushbu holat yuzasidan murojaat bildirgan va tez orada bunga javob olamiz va aynan o'zbeklarni onasidan kelayotgan, umuman aytganda haqorat qilayotgan haromi qo'lga olinadi va albatta qonuniy chora ko'riladi. Sizlar bilan men bloger Muhammad Jomadiyev. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.